أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik savaqdaşlar. Aldınqı dərsimizdə qalbdiki gunohi kabiralarning bir qismlarini so'zlab o'tgan edik. Bugun darsimiz haram ishlarning kichiklari. Kabir gunohlari haromning doirasiga kiradi. Harom ikkiga bo'linib, cho'ng gunohi kabiralar bilan sifatlangan, tunutilgan haramlar ve kichik gunoh deb tunutilgan haramlar. Bunun dairasiga kiradi. Bugun darsimiz haram qilingan kichik ishlar, ya'ni kabira doirasiga kirmaydigan kichik ishlar. Ve ba'dal kaba'ir ta'ti saghairul muharramatil maqtu'a bi hurmatiha. Kabira gunohlardan keyin onun haramligiga keskin delil keltirilgen, haram kılıngan kiçik işler keladi. Ve şari' semmaha lememen ve muhaqqarat. Şari' dinni bekitadigan, dinning hükümlerini, prensiplerini o'rinlashtiradigan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kichik gunohlarni lemem deb atgan ve muhaqqarat, kishilarning itibarida kichik, oddiy deb tunilgan amallar deb atgan. Demak, haromligi keskin bo'lgan sag'ir gunohlar cho'ng gunohlardan keyin keladi. Biz yuqorida bir turkum cho'ng gunohlarni, kabir gunohlarni so'zlab bo'lgandan keyin darsimiz umuman haromligida shak bo'lmagan, shubha bo'lmagan, haqiqatan ulamolar birdek harom deb tunigan amallarga kelamiz va bu haqda so'zlaymiz. Buni shari' o'zining ifodasida lamam degan ibora bilan va muhaqqarat degan ibora bilan ifodalagan. Ve hadihi la yakadu ahadun yaslamu minal ilmam biha hinan minal zaman. Bunda bo'lishi hech qanday bir kishi bu gunohlarga bir vaqtda tushib qolishdan salomat qololmaydi. Bunda bo'lganlikdan, bu nuqtadan bo'lgan. Asasen bu gunohga tushib qoladigan, bu gunohni qilib soladigan bir insan, qıpsamaydıgan bir insan çıkması gerek. وَلِهَذَا تَبْتَرِقْ عَنِ الْكَبَائِرِ بِأَنَّهَا تُكَبِّرُهَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَصَلَاةُ الْجُمْعَةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَقِيَامُهُ كما جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكبرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Şunun için bu umumeten insan saqlanğılı bulmaydigan, her qancha ihtiyat qiladigan, diqqat qiladigan kishimi buningdan qechib qutulolmaydigan bir gunohlar bo'lganligi uchun bu gunohlar cho'ng, kabir gunohlardan farqlanadi. Nima bilan? Shuning bilan farqlanadiki, bu gunohlarni 5 vaqt namoz, Cuma namazı, Ramazan ro'zasi va uning qiyomi kapparat qilib o'tadi bu gunohlarni. Buning bilan farqlanadi. Ay kabir gunohlarni inson tövbe qilmasa, Allohga pushmon qilganligini bildirib, ikkinchi qilmaslik niyati bilan uningdan tövbe qilmasa, o kechirim qilinmaydi. Ammo bu gunohlarni insonning yaxshi amallari, solih amallari kapparat qilib o'tadi. Buningdan inson
bu yaxshi amal orqali saqlanib qola oladi. Payg'ambar sahih hadisda kelganidek 5 vaqt namoz, juma, yana bir jumagichilik, Ramazon, kelar yilqi Ramazongichilik orasidagi gunohlarni kapparat qiladi agar cho'ng gunohlardan saqlana olsa deb Rasululloh shart qildi buni. İnsan şu vaqtlarda cho'ng gunoh qilmasa, kabir gunoh bilan shug'ullanib qolmasa, har birisi mukaffirat. Namoz, roza, juma bu mukaffirat amallar. Ve fis sahihayn ara'aytum law anna nahran ala bab ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin 5 marrat fahal yabqa ala badanihi min daranihi shay'un fazalika mislu salawatil 5 yamhullahu bihinnal khataya. Sahihaynda Buxoriy bilan Muslim ning kitobida payg'ambar bunda degan deb biqinglar ara'aytum degan akhbiruni degan ma'noda deb biqinglar agar sizlarning biringlarning ishkining oldida o'stang bo'lsa u kishi o'stangda har kuni 5 qitim yunsa uning badanida uning kirlaridan nijosatlidan bir narsa qolib qolamdi. Tabiiyki yo'q, qolib qolmaydi. Uyning oldida 5 vaqt yunib tursa odam o'stangning suyida, uningda hech qanday kir, hech qanday ter, hech qanday bir narsa qolmaydi uning badanida. Pak-pakiza bo'ladi. Mana bu 5 vaqt namozning misolidir. Allah o 5 vaqt namoz bilan xatoliklarni o'chirib o'tadi deb Rasululloh 5 vaqt namozni xuddi suvga o'xshatdi. Su insonning badanini qanday pokizalagan bo'lsa, 5 vaqt namoz insondagi gunohlarni shunday pokizalaydi. Insonni gunohlaridan shu darajada kapparat qiladi deb Rasululloh bu yerda bayon qiladi. وفي الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Buxoriy bilan Muslimda kim Ramazon ro'zasini Allohga ishinib iymon nuqtasidan bu menga farz savob bo'ladi degan nuqtadan savob umid qilib uruqlasam bo'ladi yoki ro'za tutmasam yeydigan tamoq topqilolmaydi ekan, oshxonalarni ochmagan ekan, biror yerda tamoq yeydi desak inson xijil bo'ladi ekan, uningdan och yugan bilan och yumaganning tutgan bilan tutmaganning hech bir farqi yo'q ekan, tutib o'taya deb emas, savobini umid qilib Ramazon ro'zasini tutsa, uning gunohlaridan ilgari bo'lgan gunohlarini kechirim qilindi. Kim Ramazonning kechisini Allohga ishinib, savob umid qilib qiyam qilsa, uning uchun uning ilgirki gunohlari kechirim qilindi deb Rasululloh bu yerda bayon qildi. Demak, ro'za tutish, qiyam qilish shuning oldidagi kichik gunohlarining kechirim qilinadiganligini, o amallar gunohlarning kechirim bo'lishiga sababchi bo'ladiganligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qildi. İnson bu orqali poklanadi, tozalanadi. Demak, kabir gunohlardan saqlanish, kabir gunohlarni shug'ullanmaslikning o'zi insonni boshqa gunohlardan poklaydi va boshqa gunohlardan tozalaydi. بل ذكر القرآن الكريم أن مجرد اجتناب الكبائر يكفر السيئات الصغائر فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. Belki Kur'an-ı Kerim çoğun günahlardan saklanganlıkның özünü küçük günahlarını kapparet qiladiganligini so'zladi, tilga oldi. Dediki, agar sizlar to'salgan gunohlarning cho'nglaridan saqlansanglar,
bununğa yakın kelmeseňler, biz sizlardan kichik gunohlaryňyzy kapparat qilamiz, sizlarni yaxshi joyga akiramiz. Demek Kur'an-ı Kerim'nin bu sözü günah-ı kebireden saklanış, yirak duruş, günah-ı kebirini şugullanmaslıkның özü insanın sagir günahlarını kapparat kılar ekan. Çünkü insan sagir günahlardan saklanış mümkün emas. Onundan salamet kagılıp olmaydı. Her kandak insan düşüp gelişi onunla mümkün. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bendelerge kıyınçılık bulmaslıkı, terslik bulmaslıkı için küçük günahlarını çoğun günah kılmagan takdirde yaxşı emellerinin sayısında yaxşı emellerinin berekatı bilen kapparat kılınğanlıkını bu yerde bayan kıldı. Emmel kebair fala yukaffiruha illa tevbetun nasuh. Ama kebir günahlar onu fakat halis tevbe kapparat kılalaydı. Onundan başka bir narsa kapparat kılanmaydı onu. Ve şe'nu sagair ennel beşer ammeten mubtalun biha ve lihaza hina vasafallahul muhsinin vel akhyar min ibadih lem yasibhum illa bijtinabi kebairil ismi vel fawahish. Küçük günahının işigi kelsak, bütün adamlar o günaha duç keladi. Uçrap kalıdı. Mubtala buludu. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bendelerden yaxşı iş kılgan, yaxşı kişilerini süpetligen vaqtda ulanı fakat çoğun günah, iğir günahlardan saklanış bilen süpetledi. Allah Teala Sürü Şura'da deydi: وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Allah'ın keştiki cennette teyyarlap koygan nesi yaxşı o dedi. Biz Müslümanlığa bir ölçemni, iman ölçemini büküp vermekti. Nimi yaxşı, qaysı yaxşı? Qaysını tanlaş gerek de Allah'ın keştiki yaxşı. Bu bir. İkinci, o mengü. Üzülüp kalmaydı. Tügep kalmaydı. Biz onundan ayrılıp kalmayız. Onunla insan bir erişti, insan onundan zirikmişse o baki o. İman etkan kişiler için Allah'ın keştiki baki, mengü. Rabbige tevekkül kılgan kişiler için çoğun günahlardan, favahiş, set, iğir günahlardan saklanğanlar üçün kaçan ola açıqlap qalsa, açığı kep qalsa, ola keçirim kılıdı. Hum yagfirun. Ola gını keçirim kılıdı. Müminnin süpti açığı kep qalsa açığını basıdı. Onundan ötüdü. Her meyli devatıdı. O açığının keynigi kirmeydi. Açığının takazzası bilen cidel macera kılmaydı dep Allah Teala bir yerde kebairel ismi vel fawahişte bayan kıldı. Demek yaxşılarının süpti. Demek Allah Teala kebairel ismi vel fawahiş bilen süpetlenmeydi dep bayan kıldı. Yine Allah Subhanahu ve Teala Sürü Necmi'de velillahi ma fis semavati ve ma fil arz liyecziyellezine esa'u bima amilu ve yecziyellezine ahsanu bil husna ellezine yectenibune kebairel ismi vel fawahişe illel lemem inne rabbeke vasi'ul mağfirah dedi. Asman lidiki nersile, zimindeki nersile Allah'ın mülkü. Onu Allah yarattı, Allah başkurudu, Allah'ın idarı kontrollü da. Demek dünyadaki bütün kişilerge sile küçükler bilen hevi kösetmem. Sile bizden kolumuzda değil Allah. Günah kılgan kişilerge kılgan kılmışı bilen ceza veriş için, yaxşı iş kılgan kişilerge cennet bilen ceza veriş için Allah Teala kıyametini vaadi kıldı. Çoğun günahlıdın, iğir
günahlıdan saklangan kişiler için cennet bilen mukafatlığı Allah Teala kıyametini vaadi kıldı. Fakat lememdin deydi. Müşahede Allah Teala kebairel ismi vel fevahişten illa lememni istisna kılıp aldı. Hakikaten sizin Rabbiniz mağfireti kenarıdır. Mana bu yerden mi? Kürvalalıdık ki Allah Teala özünün yakşı bendelerini cennet biridigan kıyamet günü Allah Teala'nın huzurunda ahli makamga erişidigan şu bendelerini mi kebairel ismi vel fevahişten çoğun günahlıdan saklanıştı, şetetti ama lememni onundan mustisna kılıp aldı. Çünkü o bendelerimi onun bendelik yüzüstün düşüp kalıdı ya. Çünkü insanda ihtiyarlık ba, tallaş ba, insan da şehvet ba, nefsi, hahiş ba, menfaat ba, havai heves ba, her nezele ba. Bunun hemmesi insanını sinaydıgan bir sinak taşları. İnsan bunundan düşüp kanmaymen digili bulmaydı. Mana Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Subhanahu ve Teala onu bizge ölgü kıldı. O Adem Aleyhisselam'daki zatını bir merre düşüp kaldı. Mana bu ahsanu yaxşı amel kılganlığının ular üçün cennet bağlının süptü mana bağı. Yani ular çoğun günahlıdın, iğir günahlıdın saklanıdı fakat lememdin saklananmaydı. Dep Allah bayan kıldı. Onda da insan saklanğılı bulmaydıgan, kaçqılı bulmaydıgan, zadı her kandak bir insan bununla düşüp kalıdıgan lemem nime? Kandak buna? Bunu bir bölüş doğru geldi. Bu, eğer çoğun günahlıdan saklansak, bu günah Allah'ın aldıda hiçbir şey iken Allah bunu keçirim kılıdı iken. Ve kad ruya an cemaatin mine's selef fi tefsiril lemem ennehu'l ilmam bizzenbi merra sümme la yaudu ileyh ve in kana kebiran. Seleflidin bir cemaat kişilidin lememnin tefsiri hakkında mundaq rivayet kılıngan. Bu lemem degen günahı bir kıtım düşüp keliş. Andın o kişi o günaha ikinci yanmaydı. Gerçi o günah çoğun bolsa mı onu da? Çoğun günah bolsa mı? Günah kebiri bolsa mı? Bir kıtımlık selep ikinci kıtım kımgallıkның özü lemem dep bir türküm selepler bunu bayan kılgan. Bunda bolganda lememnin içige çoğun günahı kirdi. Dairesiga kebir günahıma kirip ketdi ve bunu öz çıgaldı. Çoğun günahını mı? Kebir günahını. Mesela hayatında bir kıtım oğurluk kıldı. Hayatında bir kıtım zina fahişi kıldı. İkinci kılmadı, tövbe kıldı. İkinci kılmadı, Allah bunu keçirim kıldı dep bayan kılgan. Kâle Ebu Salih, suiltu an kavlillahi lemem, fekultu huvellezi yelimmu bizzembi sümme la yuaviduh, فذكرت ذلك لابن عباس فقال لقد أعانك عليها ملك كريم. Ebu Salih degen kişi bunda deydi. Ben Allah'ın ellemem degen sözüden soraldım. Bir sorguçu, bu şimdi bir çöndürüp koysan dedi. Ben dedim, bu günahı düşken, andın o günahı ikincilep yanmıgan kişi. Dedim de onu Abdullah ibn Abbas'a dedim, söz dedim. Ben bunda dep düşünce bedim, izahat bedim desem, Abdullah ibn Abbas sana bu meselede yaxşı bir perişte yardım beripti. Yani bu sana ilham bupti. Bu Allah Teala tarafından sana kılgan doğru ilhamken dedi. Dep Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh bunu tasdiqlaganligini bayan kıldı. Demek bu xil qarash bilan lememning ichiga çoğun günahı kirip ketadiganligi çıktı. Vel cumhur ala ennel lemem ma dunel kebair ve huve asahhur rivayeteyn an İbn Abbas kema fi sahih Bukhari anhu ma ra'aytu ashbaha bil lemem mimma qala Ebu Hureyre an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem innallaha ketebe ala ibn Adem hazzahu min zina adraka zalika la mahala fazinal aynin nazar ve zinal lisanin nutq
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه رواه مسلم وفيه العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا. Cumhur ulamalar lememning kabiri günahının tüyündeki günah ikenligiga bağlan. Köp sallık ulamalarning qarışı lemem kabir günahını ölçüge almaydı. Bu kabir günah bunun içinden çıkıp gidiyor. Allah Teala'nın yukarıdaki ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahiş. Yine ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahiş illel lemem degenden çoğun günah bunun teşhidi kalıdı dedi. Bu Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kılıngan iki rivayetin doğrusudur. Abdullah ibn Abbas'tan yukarıda değildik. Bir rivayette lememnin içine kabir günahı kirip gidiyor. Ama doğrusu sahihse kirmeydi. Xuddi Sahih Buxoriyda Abdullah ibn Abbas'tan rivayet qilib bunda men lememge Abu Hurayra Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qilib degan so'ziga o'xshaydiganroq bir narsani ko'rmadim. Maray tashba ko'rmadim. Lememge o'xshaydiganroq bir narsani Abu Hurayra Peygamberdan rivayet qilib degandan. Eng bak o'xshaydigani shu. Haqiqatan Allah subhanahu ve taala Adem balısqa onun zinadın nasibisini tütüvetti. İnsan edreke la zalike. İnsan bu nasibini şeksiz tapıdı. Zinadaki nasibisini çokum tapıdı. Onu amisa bulmaydı. Mesela közün zinası qaraş, tilin zinası sözleş, köngel arzu kılıdı ve ümit kılıdı. Bir irissemken deb arzu qiladi. Farji avrat shuning rostlig'i chiqirdi yoki uni yolg'onga chiqirdi dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Bu hadisda ikki ko'zning zinosi qarash, quloqning zinosi tingshash, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi tutish, putning zinosi minish deb bayon qildi. Demak bu hadis İnsan çokum zinadan ibaret bu kebir günahdan özünün küçük günah bolsa mı nasibisini aladı. Bunundan kutlanmaydı. Bu meseleden özünü saklayamaydı. Bu çokum tapıdı bunu deb bayan kıldı. Emdi bu Allah subhanahu ve taala insanı şunu tapmasa bo'lmaydigan qilib mi? Ya. Bu insanın reallıqını bilgen Allah bizge şunu haber verdi. İnsan bunda qiladiganligini. Ko'zi bilan qaraydi, bir namahrem o'sa qaraydi, yoki uning chaqchaq qilg'usi kelib so'zlaydi, ko'nglida shu sho'lgarlikni iqtib qarab ketadi. Oxirdagi ish avratiga qaraydi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, shu ko'nglidagi ya shu orqali rostga chiqadi yoki yolg'onga chiqadi. Rastga chiqqani qarashning, so'zlashning, mengishning, tutishning har bir narsaning amaliy realligi shu zina. Farji buni isbotlaydi. Yoki avla, ya'ni ko'z, quloq, boshqa a'zolar uningga hassasa bo'lsa-mu, ammo farji uni yolg'onga chiqaradi dedi. Mana bu inson o'zini saqlag'ili bo'lmaydigan, saqlayolmaydigan mümkün saklay deb mu qilib qoladigan bir doira bu. Mana bu doira Allah subhanahu ve taala cho'ng bo'lgan kabiristdan saqlansa, buningdan Allah afi qiladi. İmam İbn Qayyim bunda dedi: "Ve sahih qavlul jumhur annal lamam sagha'iruz zunub kan nazarati vel ghamza vel qubla ve nahv zalik." To'g'risi jumhur ulamalarning lamam kichik günah degan so'z. Qarash, chimdish, g'amzi degan chimdish, chuqush, suyuvilish va shuning o'xshagan bo'lamini. Bir ayol kishiga qarab qo'ydi, yo chimdib qo'ydi, yoki bunda bir qo'lini yoki suyib oldi. Mana bular bir kichik gunohlar. Buning natijasi taraqqiy qilib, oxirisi chiqib qolsa bu an kabir günah. İnsan çoğudun saklansa,
Hakikaten ma kebir günah bu lemem yani bu küçük günahlar çoğundan saklanış bilen keçirim kılındı o. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم وهو قول أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي. Mana bu cumhur sahabalarının ve onundan kinki tabiinlarının sözleri bu Ebu Hureyre, Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas, Mesruq, Şuabi'nin sözleri bu. Katta ülmalarının sözleri. Ve la yunafi haza kavl Ebu Hureyre ve ibn Abbas fi rivayetil ukhra. Bu söz Ebu Hureyre bilen Abdullah ibn Abbas'ın yeni bir rivayetteki sözüge karşı gelmeydi. Yani o kişi kebir günahı düşüp kaladı, anındankin onun yanmaydı. Kebir günahı düşüp, ikinci bu kebir günahı yanmagallık, lemem degen sözüge karşı gelmeydi. فَاِنَّ اللَّمَمْ اِمَّا اَنَّهُ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا وَيَكُونَ عَلَى وَجَيْنِ. Niçin? Çünkü lemem ya bunumu anımı ölçük alıdı. Yukarıda deyilgendek bir kıtım çoğun günahı düşüp kalıp, İkinci yanmaslıkның özünümü lememle çekirip kalıdı. Onu ve bana bu iki yolu bilen ya Ebu Hureyre, Abdullah ibn Abbas kebir günahını bir kıtım kıgan ve onunla davamlaşmıgan. Belki o kebir günah onundan ömürde tasadüfi bu kağan kişini lememnin katarığı kebir günahını kıgan kişini lememnin katarığı tıkıvetti. El-Haka diye şunun tıkıvetti. Ve bu ikisi o kebir günahının pakatlam, ığırlap, çoğup, yoğunaydıqallıqını qarıdı. O kebir günah onundan birine çıktım tekrarlanğan kişinin hakkında yoğunaydıqallıqını. Bunu bunda qarashdi. Bir kıtım qıpsağan bolsa insançılık, insan o lememnin qatarı kirdi. Allah kechirim qildi. Yoki boshqa günah yaxshi amallar bilan o afv qilinadi. Ammo o günahni takror qilsa, yana qilsa, anındakin bu günah çoğun günahga aylanadi. Kabir günahdan, kabair günahdan akbarul kabairga aylanıp ketadi. Mana bu sahabalarning tushunchasi ulanın ilminin mol ve çonqurluğudur ya. Şek şübhesiz Allah Subhanahu ve Teala bendelerine bir kıtım, iki kıtım, üç kıtım gımı kan kosak buludu. Afı kılıdı. Fakat günahını özünün adeti kılıvagan, o günah onundan tekrar birine çıktım tekrarlanan kişiye azaplaştın kokuludu. Sahabeler şöyle, bir kıtım, iki kıtım kıpsası Allah afı kılıdı o deydi. Ola sahabeler şunçilik ilmi keng, ilmi çoğunkurdu. Bir kıtım günah kıpsak adamını bir demde milletten çıkıp ötediğen, Müslümanlıkın dairesinden kokulu ötediğen, ya ki onu düşman tutup, yeklep, çetki kakıp, kılıdığan bunda kişiler emezdi. على أن الشرع وإن سامح وخفف في اللمم أو الصغائر فقد حذر من الاستهانة بها والإصرار والمواظبة عليها. Şeriat gerçi kan kosak bozumu lememli de yoki küçük günahlı da yengil kılıp onun azabını yengilletken bolsumu o günahını addi kürüşten ve o günahlığa davamlaşış, üzlüksüz işleşten çekledi. Bunundan tostu. Fayinne sagir, çünkü küçük günah, eğer küçük günah keteli verse çoğuydu, andınkin küçük günahlar çoğun günaha tatıdı, çoğun günahlar küpürgü tatıdı, otnun ki çoğu küçük uçkunlardan buludu ya. Allah Subhanahu ve Taala'nın afvi dairesine kelsak yuqorqidak kabir günahlarını, sagir günahlarını qilgan yaxshi amal ibodatlar kapparat qiladi, afvi qiladi. Ammo inson bu kichik gunohni, oddiy yaxshi ish qilsak yoki sadaqa qilsak
yoki buningdan keyin biror yaxshi ish bilan shug'ullansak, bu günah yuyilib ketadi-ku deb oddiy sanasa, u vaqtda u günah cho'ng gunohga aylanadi. Cho'ng kichik gunohni oddiy sanash cho'ng gunohga aylantiradigan gap. Bu birisi. Ikkinchi birisi kichik gunohmi, kichik bir narsaga qetilayversa cho'ng bo'ladi. Cho'ng oxirsida cho'ng bo'lib kufrga olib berish ehtimolligi bor. Shunga bu kichik gunohlarni oddiy chaqlamaslik. Kichik gunohmi oxirsida insonni kufrga olib boradi va kufr qilib o'tishi mumkin. Va lihaza rawa Sahl ibn Sa'd an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam iyyakum va muhaqqaratiz zunub fa innama masalu muhaqqaratiz zunub كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنزجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. Şunun için Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan munda rivayet kılgan. Sizler kichik deb qaralgan, oddiy deb qaralgan gunohlardan bak saqlaninglar. Faqat oddiy deb qaralgan gunohlarning misoli cho'lga tushgan bir kishilarning misoliga o'xshaydi. Bu tamashdan birini akeldi, bu bir tamash akeldi, hatto ular uning bilan nonlarini pishiradigan bir narsalarni, ya'ni o'tallarni ko'tarib akeldi. Haqiqatan kichik deb qaralgan gunohlar qachon u gunoh bilan u gunohni qilgan kishi surishti qilsa, u gunoh uni halok qilib o'tadi dedi. Shunga oramizda bunda bir gap bor. Tamchi ko'l to'la deydigan bir gap bor. Bir tamchidan tushiraversimi ko'l to'lab qoladi. 1000 odam bir yerga tukursa ko'l bo'ladi deydigan gap bor. İnsan kichik gunoh deb qilaversa, u gunoh cho'ng bo'ladi, u gunoh oxirsida insonni halok qiladi. Bu degan oddiy sanag'anlik, kichik ko'rganlik. Buni Rasululloh buning misolini yaxshi qilib berdi. Bir cho'lga tushgan kishilar bu yerda osh qaldoq tamoq pishirildi deb, birisi u yoqdan bir tal tamashni, birisi bu yoqdan bir tal tamashni ekilib qilsa, hammani duylisa qanday bo'ladi? Tamoq pishqidek bir ko'p o'tan bo'ladi. Ko'p u yerda yiqilg'i bo'ladi. Va rawahu Ibn Mas'ud bilabzi iyyakum va muhaqqaratiz zunub. Bu hadisda Abdullah ibn Abbas manda bir xil labzi bilan rivoyat qildi. Sizlar kichik qaralgan gunohlardan saqlaninglar. Bu gunohlar bir odamga jug'lishaveradi, natijada u gunoh u odamni halok qilib o'tadi. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlığı bir misal bayan qilib berdi. Bu günahlar jangalga tushgan bir qavmning misoliga o'xshaydi. Fahazara sani'ul qavm. Qavmning oshpezi keldi. Bir adam ming'imangdi, yeni berib, faja'ala ar-rajulu yantaliq, bir kishi berib bir tamash akiladi, yeni bir tamash akiladi. Neticede bular bir düve o'tanni jug'lidi, o't yoqdi va ular u o'tda qiymoqchi bo'lgan tamiqini pushadi deb Rasululloh bayon qildi. Endi va xulasatu tashbih, o'xshatishning xulosasi chechilib yotgan kichik tamashlar jug'langan vaqtda bu yalqunjayotgan o'tni paydo qiladi. Shuningdek, gunohlarning ko'zga ilinmagan kichiklari ana shundoq insonni halok qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindi. El-mu'minu yara zanbahu kal jabal yakhafu an yaqa'a alayhi wal munafiqu yara zanbahu ka zubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakaza wa hakaza. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilindi. Mu'min gunohini o'zining ustiga tushishdan qo'rqqan taqqa o'xshash ko'radi dedi.
Mu'min günahı şunda muamele kılады. Xuddi üstüge düşüştün qoqıvatqan bir tağdek görüdü. Şu tağ düşüp qalamı dep ensirgendek, günahı düşüp qalamı dep ensiraydı. Münafık günahını burnuğa konğan çivinge okşaş görüdü. O faqala bihi hakaza. O Abdullah ibn Abbas qo'li bilan munda ishorat qildi. Ya'ni uni uykutyapti, uchutyapti, qo'lini harakatlantirdi. Munofiq degan munda qilsak uchib ketadi, shuning bilan o'xshatyapti. Uning sal oddiy chaqladi. Ammo mu'min xuddi mushu besib olamtiki degandek. Bir tal gunohni meni besib olamı, ya'ni meni tugashtirami? Men mushu gunoh sabablik Rabbimning g'azabiga uchrab qolamanmi, rahmatidan mahrum bo'lib qolamanmi deb uni ansiraydi deydi. وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب التوبة من الإحياء جملة أمور تكبر الصغائر وتزيد الكبائر كبرا. İmam el-Gazali İhya'ul Ulum namlı kitabının Et-Tevbe degan kısmında kichik günahlarını çoğun günahlık aylandırıdığan, çoğun günahlarını texmi çoğun kılıp ötüdüğen nurgun işlerini bayan kılıp verdi. Mana bunun birisi istisgarus zem, günahını kichik sanaş. Cinayetini tüven çağlaş. Bu bir. Kanda günah bolsun, o günahını insan kichik çağlap, addi çağlap. Ha bu günah kichik günah o. Nim buludu, kıpsağın bile. İnsan kemmiz hemdi, kıpsalıdı kemmiz. Digen niyet bilen o günahını kıldı. O çoğun günah o. O çoğun günah. Hatta bazı selefler bunda degen inne zenbellezi yukhsha alla yughfar huvellezi yaqulu sahibuhu leyte kullu zenbin fa'altu mislu hada. Hatta bazı selefler bunda degen hakikaten kechirim qilinmaslikdan qo'qiladigan günah o igisi balkim hamma günah men qilgan hamma günah mushuning o'xshash bo'lsa ekan dilitgan günahdir deydi. Yani kechirim qilinmamdiki deb qo'qiladigan günah, o cho'ng günah ya. Cho'ng günah bo'lganligi uchun kechirim qilinmamdiki deydigan günah. Mana bu günah uning igisi hamman qilgan gunohning baymi shunda bo'lsa ekan deydigan günah. Ma gunohlarning qatoridan bu ishlarning qatoridan al-mujahara. Birinchi kichik gunoh bo'lsa-mu oshkorlash va tabajjuh biha, uning bilan kuranglash, faxrlanish. Ben anda kıla aldım, onda kıla aldım, anınga kara aldım, çak kıla aldım. Fefis sahih Müslim'de kullu ümmeti muafen illel mucahirin debba. Minin ümmetimnin hemmisi günahdan kutludu, salametlik birlidu. Fakat günahını aşkar kılgallar debba. Şunun için biri günahını küçük çağlaş. Kancı küçük günah olsa mı onu küçük çağlaş. İkinci bu günahını aşkar kılıp ötüş. Ya ki mehfi kılgan bolsa hakkı deb ötüş. Ayrım kılgan bolsa topqa oturup koyup ötüş. Ya ki kişilerinin arasında bu küçük günahı dep perva kılmay aşkar sorunu kılış bu günahını çoğun günaha aylandırdı. Ve kad kâle İbnül Kayyim ve ha huna emrun yenbeg tefettunu leh. Bu yerde bir iş var, onun dikkat kılışkı tegişlik bir iş var. O iş bolsumu çoğun günaha haya, korkunca, onu çoğun sanaş cüplüşüdü. Bu, o günahını küçük günahının katarı katı. Bazı küçük günaha haya kılmaslık, perva kılmaslık, ensirmeslik, o günahını addi çağlaş, bu cüplüşüdü. Bu küçük günahını çoğun günaha katı, çoğun günaha aylandırıyordu. Belki o günahını çoğun günahının en yukarı mertebesinde koydu degen. Demek çoğun günahını kılsan mı kokap durup, ensirep durup, içinde katlık, puşayman yap durup kılsan, bu sebepten o çoğun günahların küçük günahının katarı bulup keçirim kılınışı mümkün. Ama bu küçük günahı, addi günahı
deb o günahını küçük sanap, addi sanap bu kechirim qilinadigan gunoh deb uni jur'at bilan, yuraklilik bilan, parvosizlik bilan qilingan chaqda u gunoh cho'ng gunoh bo'ladi. Balkim cho'ng gunohning cho'ngning qatoriga, hattoki kufrning qatoriga berib qolgan ish bo'ladi. Demak, bu gunohliga qarta gunoh qiluvchining muomalasi, uning maydoni shu gunohni qilishdagi tuyg'u hissiyotlari bilan bu gunoh cho'ng gunoh kichiklarga, kichik gunohga, kichik gunoh cho'ng gunohga aylanib ketishi mumkin. Kama anna al-ma'siyata al-wahida yaxtalifu ismuha bi ixtilafi shakhs murtakibiha va zurufihi. Xuddi bir tal gunoh, o gunohning gunohi farqli bo'ladi, o gunohni ishlagan shaxsning o'xshamasligi va o shaxsning sharoitining o'xshamasligi bilan gunohning gunohimi farqli bo'ladi. Bir tal gunoh bor. O gunohni ishlagan kishi bir-biriga o'xshamaydi, sharoiti o'xshamaydi, musha e'tibor bilan gunohi o'xshamaydi. Gunoh o'xshash bo'lsa-mi, uningga bo'ladigan gunoh o'xshash bo'lmaydi. Taz-zina min al-azab ghayruhu min al-muhsin ومن الشاب غيره من الشيخ والزنا بحليلة الجار أو بمن غاب زوجها في الجهاد أو بمحرم الله أو في نهار رمضان أو في الحرم غير الزنا في الظروف المغايرة وكل شيء له حسابه عند الله. مثلا to'y qilmagan bir erkekning, insonning zinasi u erkekdan boshqa to'y qilgan masalan, to'y qilmagan kishining zinasi to'y qilgan kishining zinasiga o'xshamaydi. Yoshning zinasi u yoshdan boshqa shayxnikiga o'xshamaydi. Qo'shnisining ayoli bilan yoki eri jihatda shahid bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan kishi yoki uningga mahram bo'lgan kishi bilan qilgan zina yoki Ramazonning kunduzligida yo haramda qilgan zina uningdan boshqa sharoitlardagi zinodan bilak zina bu. Hamma narsaning Allohning oldida hisobi bor, har bir narsadan. Buni o'xshamaydi. To'y qilmagan odamning zinasi bilan to'y qilgan kishining zinasi odatda farqlanadi. To'y qilgan kishining ayoli bo'lganligi uchun uning ehtiyojidan chiqadi, nafsini kontrol qila oladi, shahvatini o'zininki basa oladi, tizginlay oladi, ko'zini yumalaydi. Ammo to'y qilmagan kishicha u balkim uning hojatidan chiqadigan bir nafsi shahvatini qondiradigan bir halol jufti bo'lmaganligi uchun uning sharoiti onun sharoitiga o'xshamaydi. Ammo muhsin to'y qilgan kishining zinasi u o'zini zo'muzo haydamasa, qiziq to'masa, onun o'xshash zinoga bo'ladigan qiziqish o'xshamaydi. Yosh bilan qarining o'xshamaydi. Qo'shnisining ayoli bilan, chunki uning haqqi bor, yaxshi o'tash haqqi bor, boshqaning bilan o'xshamaydi bunda maqamma. Buni bilib olishimiz lozim. Gunoh o'xshash bo'lsa-mu, qilg'uchining sharoiti va shuningki ahvoli qarab turib, u gunohning gunohi o'xshamaydi. Alloma Ibn Rajabning bu haqda foydali yaxshi bir so'zi bor. Men u so'zni bu yerda naql qilishni yaxshi ko'rdim. Uning foydasi katta bo'lganligi uchun u munda dedi. Val muharramatul maqtu'u biha mazkuratun fil kitab va sunnah. Haromligiga keskin dalil kelgan harom ishlar kitob sunnatda tilga olingandir. Bir haromligiga keskin dalil kelgan ishlar kitob sunnatda tilga olingan. Alloh taolaning so'ziga o'xshash. Dangi Muhammad alayhisolatu vasallam, kelinglar, men Rabbingni sizlarga harom qilgan narsani bir o'qib beray. Shuni sizlarga bildirib qo'yay. Deb Rabbingizga hech narsani shirik keltirmanglar dedi. Birinchi shirkni
haramning qatoridan Alloh taolo bayon qildi. Ota-onaga yaxshilik qilinglar. Uning aksi ota-onaga aziyat bilish, ko'nglini og'itish buni haramning qatoriga. Ballariңlarni kambag'illikdan qo'rqib, balajaq bo'lib qolsa baqqila bo'lmay qolarmi? Turmushimizda yaxshilik qilib bo'lmay qolarmi? Yo bu ballar beshimizga bir balo bo'larmi? Kelgusida deb nomratlikdan qo'rqib, u ballariңlarni o'ltamanglar dedi. Dal ballini ko'p bulab qilishdan yoki beqib bo'lanmay qilishdan qo'rqib, yoki kelgusida tarbiyalab bo'lanmay qolamizmi deb, yoki bola insonning beshiga balo bo'ladi ekan deb, u ballini kichik chaqlarida o'ltirish yoki bola bo'lishdan bola bo'lib tug'ilishdan burun o'ltirish bu harom. 3 oyatning oxirisi qadar bu oyatlarni o'qisak, haromni Alloh taolo keskin haromni berdi deb berdi. Alloh taolaning qul innama harrama robbiyal fawahish dagi Muhammad al-Islam. Mening Robbim fahisha cho'ng gunohlarni, ya'ni uningdan oshkora bo'lgan gunohlar, yushirin bo'lganlarini harom qildi. Oshkora bo'lganlari tashqari a'zolar bilan qilinadiganini, yushirin bo'lgani qalbdagi cho'ng gunohlar, oshkora bo'lgani insonlar o'ttirisida oshkorlanigini, yushirin bo'lgani inson maxfiy qilgani va gunohni harom qildi. Nahaq zulm qilishni harom qildi. Alloh subhanahu va taologa shirik keltirishni, Allah onunğa pak tushamagan narsani shirik keltirishni harom qildi. Va Alloh taologa bilmaydigan narsani Allohning nomidan bilmaydigan narsani deyishni harom qildi dedi. Ya'ni Alloh taoloning nomidan, dinning nomidan biz bilmaydigan, ilmimiz yo'q, savodimiz yo'q bir narsalarni deyish bu harom. Bu oyatda bir necha turli keskin haramlarni deb berdi. Vaqat zakara fi ba'dil ayat, yine bazı ayetlerde Allah subhanahu wa taala el-muharramatil muhtassa bi naw'in min al-anwa. Aşı bir neçe türlünün içinden ma'lum türge xas bo'lgan haram qilingan ishlarni so'zladi. Xuddiki yemek içmeklerden haram qilinganlarını bir neçe joyda deganidek. Onun qatorida Alloh taolaning qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu dagi Muhammad alayhisolatu vasallam, men manga vahiy qilingan kitapta yigüchiga haram qilingan bir narsani topmayman. Biroq o haram qilingan narsa o meytat o'zligidan ulab qolgan yoki to'kilib turadigan, iqib turadigan qon bo'lsa yoki cho'chqa go'shi bo'lib qolsa, buni haram, uningdan boshqa haram qilinganligini topmayman. Bu nijis, ya'ni cho'chqa go'shini yeyish, onundan menfaatlanish haqiqatan bu nijis. Yoki Allah subhanahu va taolaning g'ayri uchun tovlab bo'g'izlangan av fisqan uhilla yoki shariatning o'lchimidan chiqib Allah taolaning g'ayri uchun uni tovlab bo'g'izlangan mal bo'lsa, ya'ni malning go'shi bo'lib qolsa, buni harom topaman dedi. Yeni bir oyatda va ma uhilla li g'ayrillahi bih, Allah'ın g'ayri uchun uni tovlab bo'g'izlangan, uhilla degan takbir o'qib turib, ovozini ullik ko'tarib turib, Allah'ın g'ayri butluğa ya uningdan boshqa ma'budluğa bo'g'izlangan malli va buning go'shini men harom deb qarayman, harom deb topaman degan. Allah'ın hurrimat alaykumul maytat, sizlarga o'zligidan ulib qolgan malninki go'shi va qon, cho'chqa go'shi haram qilindi. Allah'ın g'ayri uchun tovlab bo'g'izlangan malning go'shi bu haram qilindi. Bu mal haram qilindi. Munxaniqa bo'g'ilib ulib qolgan, mavquza bir g'oyibdan so'qib o'ltirilgan, urib o'ltirilgan, igizdan tushib ketgan, tushib ulab qolgan, natiha degan üsüşüp birisi bilan üsüşüp ölüp qolgan bu mallarning go'shtiri, bu mallarning go'shtlaridan yeyish bu haram qilindi va yitquch hayvonlar yegan
go'sht bu harom qilindi. Faqat o yirtqich hayvonlarninki tutib ammo yemagan bo'lsa o'z qo'li bilan bo'g'izlangan illa ma zakkaytum buningdan o'zinglarning qo'li bilan bo'g'izlig'inglar bu mustasno yirtqich hayvonlar yeb ketgan malning go'shti bu harom qilindi. Tiklangan butluğa bo'g'izlangan malning go'shti harom qilindi. Pal o'qlari bilan pal elishinglar harom qilindi deb Allah subhanahu wa ta'alaning bu so'zida mana bu harom qilingan ishlarni, keskin harom qilingan ishlarni bu yerda bayon qilib berdi. Nikohning haqida harom qilingan ishlarni so'zlab Allohning hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum degan bu so'zi bilan sizlarga onalaringlarni elish harom qilindi, uning bilan to'y qilish, qizlaringlarni elish, to'y qilish, oila qurish bu harom qilindi deb bu haqda Alloh taolo nurg'un muharramatlarni bayon qilib berdi. Ya'ni kasbda, hunar, kasb, tijoratda harom qilingan ishlarni so'zladi. Ahallallohul bay va harramar riba. Alloh taolo savdo setiqni halol qildi, jazoni harom qildi deb savdo setiq har qanday kasbdagi tijoratda harom va halolning bo'ladiganligini. Buningdagi savdo setiqning halol, ammo jazonining, o'simning haromligini bayon qilib berdi. Mana bu shundoq keskin muharramatlar bor. Ammo sunnat uningda nurg'ulgan harom qilingan ishlarningki zikri bor. Payg'ambar alayhisolamning deganiga o'xshash, haqiqatan Alloh subhanahu va taolo aroqni setishni, o'zligidan ulab qolgan molni, go'shtni setishni, cho'chqini setishni, butlarni setish, butlarni yasab setishni buni harom qildi dedi. Payg'ambar alayhisolamning haqiqatan Alloh taolo qachon bir narsani harom qilsa, uning pulini harom qiladi. Yeyishni harom qildi, uni setib pulini xarjlashni harom qiladi degan so'zi bor. Payg'ambarimning har qanday mas qiladigan narsa harom degan so'zi. O Payg'ambar alayhisolamning haqiqatan sizlarning qonlaringlar, mollaringlar, obro'r, inovatlaringlar sizlarga harom degan bu so'zlari mana buning bilan keskin harom qilingan insonning obro'ga munosabatlik, iqtisodiga munosabatlik, qonlariga munosabatlik buning so'zini bayon qildi. Uningdan boshqa nurg'ulgan tijoratdagi ma'lum, masalan, o'zligidan o'lib qolgan cho'chqa, but, aroq buni harom qilganligini, ayda savdo setiqni halol qilib jazoni harom qilganligini, nikoh haqida nurg'un cheklamalarning borligi, yemak ichmaklardami cheklamalarning borligi, mushuning nurg'ulgan muharramatlarni Alloh taolo o'zininki kitobida va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining sunnatida tafsili bayon qilib berdi. Fama warada tasrihu bi tahrimihi fil kitab va sunnah fa huwa muharram. Kitob sunnatda uning haromligi ochiq dalil kelgan narsalar o harom. Kitob sunnatda ochiq harom deb dalil kelgan ishlar bu harom. Buningdan boshqa vaqat yustafadu tahrim ma'an minan nahy ma'al va'id ash-shadid ma'al va'id va tashdid. Yuqorida Alloh taolo kitobida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida uchuq harom 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 deb harom lafzi bilan so'zlagan bu so'zlarni biz qismanlarini misol yo'liga asosan bayon qildik. Bu maqtu'un biha keskin harom qilingan ishlar. Uningdan boshqa haromligini hadisdan iniq hurrimat degan so'z bilan harom qilindi, cheklandi degan so'z bilan kelmasimi, ammo ba'zi bir qarinalar bor, ya'ni dalillar bor. Shu dalillarga qarab turib, uning haromligini uquli bo'ladigan. Qad yustafadu tahrim minan nahy va it bilan tashdid bilan to'sqanlikdanmi haromligi elinadi. Andaq Allah subhanahu va taolaning so'zida innamal khamru faqat lam
haraq, qima, tiklangan butlar, ya'ni haykallar, pal o'qlari nijis, shaytonning amalidan. Shuning uchun u yuqorida tilg'ilingan ishlardan saqlaninglar, jazman siz nijot topasizlar deb Alloh taolo fajtanibuhu bu yerda rijsun degandan keyin min amali shayton fajtanibuhu degan bilan qattiq chingitib ta'kidlab deganligining o'zidan buning haromligi o'tirg'i chiqdi. Faqat shayton sizlarning oranglarda o'chmanlik, adovatni tashlashni iroda qiladi. Haroq qimarda, haroq ichib tillashisizlar, so'qishisizlar, qimar o'ynab bedibisinglarni utib olasizlar, o'tiribsizlar. Bu orqali orini buzish, o'chmanlik paydo qilishni maqsad qiladi. Sizlarni Allohning zikridan to'sidi. Bu orqali sizlar qimar o'ynash yoki haroq ichish bilan zikrdan to'silib qolasizlar. Namozdan fahal antum muntahun. Sizlar yanamsizlar bundan. Dedi. Mana bu shundoq Alloh taolaninki bu to'sish bilan qattiq va'id tashdidni akilib turib, chingitib turib, kuchlantirib turib to'sqanlikdan haromligi foydalanadi. Maqtu'un biha harom. Amma nahyul mujarrad, amma mutlaqa to'sib qo'yish. To'sdi deb mutlaqa to'sib qo'yish kelsak, faqat ixtilafan nas. İnsanlar uningdan haromlik chiqamdi yoki chiqmamdi deb ixtiloflashib ketdi. Bo'landi. Vaqat ruya an ibn Umar inkaru istifadat at-tahrim minhu. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan to'sishdan haromlikni foyda olishga inkor qilish rivoyat qilingan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu to'sqan bu to'sdi deb naho kelsa, to'sdi, chekladi deb kelsa, bundan harom deb qarasak bo'lmaydi. Buni haromga yuklashga bo'lmaydi deb Abdullah ibn Umar degan. Xolid ibn Muborak akhbarana Salam ibn Abi Muti an ibn Abi Dakhila عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فقال نهى رسول الله عن الزبيب والتمر يعني أن يخلط فقال لي رجل من خلفي ما قال فقلت حرم رسول الله الزبيب والتمر فقال عبد الله بن عمر كذبت فقلت ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حرام فقال أنت تشهد بذاك قال سلام كأنه يقول من نهي النبي ما هو أدب. ابن مبارك İmam Buxorining ustozi bunda deydi. Bizga Salam ibn Abi Muti Abi Dakhilining o'g'lidan rivoyat qilib xabar berdi. Bu kishi dadisidan Abi Dakhilidan rivoyat qilib dadisi bunda dedi. Men Abdullah ibn Umarning qishtidim. O Abdullah ibn Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam üzüm bilan xurmindan, ya'ni ikkisini bir-biriga aralashtirib o'tilishlikdan to'sdi dedi. Yani üzüm bilan xurmini biz çayga çılaydigan gap. Ayni vaqtda arablar suga chilab qo'ydi. Yoki chayga chilab qo'yamiz. Uningki ta'mini chiqarish, quvvatini chiqarish, shuning bilan uni ichish uchun. Mana bir kishi oqimda turib, nima dedi Abdullah ibn Umar dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quruq üzüm bilan xurmini ikkisini aralashtirib suga chilashdan chilashni harom qilibdi desam, Abdullah ibn Umar yolg'on aytding dedi. Men dedim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningdan to'sdi demidingmi? Unda olsa harom bo'lmamdi. Sen to'sdi degandan harom bo'ladi-da dedi. Abdullah ibn Umar sen shunda guvohlik beramsan dedi Salam. Xuddi o deydi Abdullah ibn Umar Peygamber Aleyhisselam'ın tosqanlığının içinden edepleri var ya. Edepki münasebetlik. Edep buluş için tosqanında ikisini iliştirip atmay hemen ayrım işletenler edep. Bunda tosqanlar mı bağlı? Sen o hemen haram dep qarımığın, haram dep oylamığın dep inkar kılgan. Demek bayan kıdak neha anı zabibu ve temri, yani iliştiriştin suğa, çayğı iliştirip ikisini temini çıkarıp şerbetini içiş yoki ta'mini içishdan Rasululloh to'sdi. Chunki u vaqtda to'sishlik sabab u qo'yib qo'yilsa ichib qoladi, buzilib qoladi. Uning bilan mas qiluvchi bir narsaga aylanib ketadi. Shu vaqtlarda shunday bir haroq ishlaydigan bir ahvollar bor. Shuning uchun Rasululloh to'sdi degan iborani ma kishi
harrama haram deb cheklagan. Abdullah ibn Umar buni inkor qilgan. Vaqad zakarna fima taqaddama anil ulama'il variyin ka Ahmad va Malik. Biz yuqorida taqvodor, diyonatlik, farizkor ulamalardan İmam Ahmad, İmam Malik'dek ulamalardan haram degan labzini ishlatishdan saqlanganligini tilga oldik. Uning haromligiga ishonchi qilib bo'lmaydigan, jazmi qilib bo'lmaydigan ishlarga, masalan, uningda bir turli shubha bor yo ixtilof bor narsalardan azruqnaq haram emasmiki deydigan ehtimol bor yo ixtilof bor ishlarga haram degan labzini ishlatishdan saqlangan İmam Ahmad, İmam Malik'dek kişiler. Şunun için o Kur'an yoki hadisda uchuq haram labzi bilan kelgan ba'zi gunohlarni haram desakmi, unda kelmagan to'sqan, cheklaganlarida agar qattiq va'id bilan, tahdid bilan chingitib kelmagan bo'lsa, uni haromga hamla qilish yana bu yerda ehtiyot qilishga tegishli, saqlanishga tegishlining bo'lsa. وقال النخعي كانوا يكرهون أشياء لا يحرمونها. İmam النخعي munda dedi. İlgirikiler bir narsalarni yaman ko'rdi. Uni xolimaydi, makruh deb qaraydi, uni harom deb qaramaydi dedi. Harom bilan makruhlik o'xshamaydi. Makruhi tahrima, harommi desa harom emas, lekin haromga yaqinroq bir ish deb tunitdi. İbn Aun munda dedi, "Menga makruh munda dedi. Sizlar kişilerinin arasında taşlangan meyve çividini mi desler? An taşlangan dekin o kişiler onu bolan talan kılıdı. Bir adamların arasında çüp kalan meyve çivilerini haklap bolap talap ap kıçıdıgan bu meyve çivi hakkında ne mi desler degen dekin ben dedim bu bizning nazrimizde makruh iş yaman ko'radigan iş desem o haram mı dedi. Dedim bu bizning qarashimizda makruh. O haram mı dedi. İbn Aun biz bunu makruhning so'zidan yiroq sanab ketdik. Japa sanab ketdik. Tövbe. Bir haram desinin bo'ladigan demidi ya bu dedik. Ja'far ibn Muhammad bunda deydi. Men bir odamdan anladım. O kishi Qasim ibn Muhammaddan naqsha harammi deb so'rganligini anladım. O haqda Qasim jim turdi, binasi demadi. O kishi yana gapni qaytadan takrorladi. O Qasim bu gapga javob bermadi. Yana qayta takrorladi. Bu Qasim o kishiga haram degan Qur'oni Karimda haram qilingan narsa haram. Deb baq, agar bir haq bilan batil Allohning qishig'i akilinsa, haqni batilni Allohning qishig'i berilsa, şu ikkisining qaysida bo'ladi, naqshi qaysida bo'ladi? Batil tarafda bo'lamdi yoki haq tarafda bo'lamdi degandan hali qadam qilib batil tarafda bo'ladi dedi. O Qasim anda bo'lsa sen o'zing fatvo bergin. O batil tarafda turgandan batil ekan dedi. Harom demadi. Harom demadi, ammo batil ekan dedi. Demak, harom degan atalg'uni ishlatishdan salaflar fuqahalar intayin ehtiyot qilishadi. Nasda uchuq harom deb kelmagan narsani ular harom deb atamaydi. Abdullah ibn İmam Ahmad munda deydi, men dadamning munda deganligini anladim. Ya'ni İmam Ahmadning o'g'li o'zining dadasidan hikoya qilyapti. Amma manahan Nabiy sallallohu alayhi vasallam, aga bulinglar, payg'ambar alayhisalom cheklagan narsa o cheklaganlardan haram shaylarmi bor. Payg'ambarimiz naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha degandek. Ayol kishi dadisining ayol bir tuqqunning ustiga nikohlanishdan yoki onasining ayol bir tuqqunning ustiga nikohlanishdan to'saldi degan bir hadislar bor. Mana bu haram. Yit qushlarning terilarida o'ltirishdan to'saldi deb bor. Bu haram va nurg'un narsalarni so'zida buning o'xshagan va uningdan bir narsalar bor, uningdan to'salgan o adab.
degan deydi. Bazı mında tosaldı debba bunun haramları var. Yine bazı narsalardan tosaldı debba. O haram emas, fakat edep saqlash. Yaxshi muomalada bo'lish. Hatto tarahhum va payg'ambar alayhisolamning azroq yeri sinib ketgan qochida yo istikanda çay içtin, su içtin, Resulullah tosqan deganimiz bor. Bu rahmi qilish uchun. O'zininki ummatiga payg'ambar alayhisolam rahmi qilish uchun. Chunki suv ichaman deb apasa, o daz ketgan yeridan uning maydalariga suv to'kilib ketishi mumkin. Yoki kiyimlar hulblab qolishi mumkin. Shu vajidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tosqan deb bor. Shuning uchun to'saldi degan iboralar yoki nahadab to'sdi degan iboralar hammasi uning haromligini, keskin haromga yotadiganligini uqtirib bermaydi. Bu haqda ilm bo'lishi kerak. Harom qaysi, keskin harom qaysi, uning haromligida azroq shubha borlari qaysi, buni bilish, aningdan keyin uningga qarata muomala qilish lozim. Shunga kabir gunohlardan keyin kichik gunohlar keladi, harom qilingan kichik gunohlar. Buningga muomalada yuqorida biz deyilgandek muomala qilish lozim. Allah subhanahu va taolo hammamizni ilmimizdan manfaatlanishga nasib qilsin. Uni Allah subhanahu va taolo har bir ishimizga yaxshilik bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.